Viloyatimiz hayotiga oid turli sohadagi xabarlarning qisqacha tafsiloti viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Konchilik sanoatida geologiya sohasi taraqqiyoti eng muhim ahamiyatga ega. Xususan, Zirabuloq geologiya qidiruv ekspeditsiyasi 1951-yilda tashkil topgan bo'lib, Ziyovuddin Zirabuloq tog' tizmalari hududida joylashgan. Mazkur ekspeditsiya o'z davrida bugunga qadar mamlakatimizning strategik xomashyo bazasini shakllantirishda muhim o'rin egallab kelmoqda. Tolibjon Mo'minov Navoiy Uran davlat korxonasi Uran geologiyasi markazining Zirabuloq geologiya qidiruv ekspeditsiyasi bosh geologi. O'tgan 75 yil davomida ekspeditsiya tomonidan Sobirsoy, Sinaman, Moybuloq, Shimoliy Ingichka kabi yirik uran konlar kashf etilib, ularda uran qazib olish yo'lga qo'yildi. Bu esa nafaqat geologiya sohasining rivojlanishiga, balki mamlakat sanoat salohiyatining mustahkamlanishiga ham sezilarli hissa qo'shdi. Bugungi kunda esa Tuvaktov, Saxoba, Janubiy Ziyovuddin, Sho'rtepa Jarqum, Sharqiy Ag'ron va Janubiy Ingichka kabi madaniy maydonlarda geologiya qidiruv ishlari izchil davom ettirilmoqda. Ushbu izlanishlar natijasida uran resurslari bazasi kengaytirilib, ularni sanoat miqyosida o'zlashtirish orqali davlatimiz iqtisodiyotini yanada mustahkamlashga xizmat qilinmoqda. Ta'kidlash lozim, O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, ekspeditsiyada uran xomashyo bazasini bosqichma-bosqich o'stirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Shu asosda zamonaviy geologik tadqiqot usullari, innovatsion texnologiyalar va malakali mutaxassislar salohiyatiga tayangan holda izchil ishlar davom etmoqda.